Jiyanimni haqorat qildingmi? Axir men uning dinidaman-ku. Unga tegmanglar. Xudo haqqi. Chindan ham jiyaningni haqorat qildim. Men shunday bo'lishidan ogohlantirgandim. U jiyanini diniga kirmaganida o'zing kirishiga majbur qilding. Buni hamiyat yuzasidan aytdi. Shundan ham islom dinini qabul qilsa-chi? Xudo haqqi, shu paytgacha Muhammadning Hamza kabi kuchli tayanchi yo'q edi. Endi u ham musulmonlar safida. Xavotirlanma jiyan. Xotirjam bo'l. Birortasi senga ozor bersa, unga ortig'i bilan qaytaraman. Amaking sifatida yordam berayotgandim. Endi esa musulmon sifatida ko'mak beraman. Allohdan o'zga iloh yo'qligiga va siz Allohning payg'ambari ekaningizga guvohlik beraman.